Assalamu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli ko'rurmanlar. Men Mag'firat Kamal. Uyg'ur Akademiyasining Akademiya suhbatlari programmasına hoş geldinglar. O'tgan hafta biz Uyg'ur madaniyati suhbatimizni boshlagan edik. Uyg'ur madaniyati suhbatida moddiy madaniyat bilan munosabatli ba'zi ma'lumotlarni berdik. Bir millatning mavjud bo'lib turish uchun madaniyatning yashash kerakligini, buning asosining iqtisodga berib taqildiganligi haqida ma'lumotlar berib, iqtisodshunos Burhan Seti Ulug'yo'l muallim bilan birlikda suhbat elib borgan edik. Bu suhbatninki ta'siri yaxshi bo'ldi. Yurtdoshlarimiz bizga mesaj evetib, bunun davominin bo'lib bo'lmaydiganligini so'ragandi. Shunga hamda yurtdoshlarımızın arzusi bizning arzuyimiz. Shunga biz bu programning ikkinchisini bugun yana shu Assalamu alaykum aziz yurtdoshlar. Universitetining o'qituvchisi Burhan Seti Ulug'yo'l bilan Assalamu alaykum aziz yurtdoshlar. Elib boramiz. Biz o'tganki programımızda iqtisod sohasidagi ba'zi terminlar bilan tanishib chiqdik va mablag' selishning yo'llari bilan munosabatli ba'zi ma'lumotlarni olgandik. Bugun hamda bu Burhan muallim bizga texmi yaqindan shu terminlarni, undan keyin mablag' selish, mablag' ko'paytishniki yo'llarini bizga tushuntirib bermoqchi. Assalamu alaykum Burhan muallim, hoş geldiniz. Ve aleyküm assalam, hoş bulduk. Rahmet, Allah razı olsun. O'tgan haftada nəhayət yaxşı bilimlarni berdiniz, ma'lumotli bo'ldik ko'pimiz. Endi bugünkü temamiz pay chek haqida bo'ladi. Endi pay cheki balkim nəhayət cho'ng bir dünya, cho'ng bir tema. Bunun ichida endi islom pay cheki degan atalg'u nimani ko'rsatadi? Mushu haqida bir tushunchaga ega bo'lgan bo'lsak. Rahmat dada, qarindoshlarniki mushu nimani bizniki suhbatimizni ham bahillab qo'yishni qarshi olamiz. Endi paychek degan vaqtda endi paychek degan nima zodi? Bu savol tug'ildi. Endi masalan deyli, ma'lum bir shirkat pulga muhtojlikchi. Masalan ma'lum bir shirkat, masalan deyli, Turkiyadagi ma'lum bir shirkat Yevropaga kengaymoqchi endi. Bunun kengayishi uchun bularga pul lozim bo'ladi. Undaqda bu pulni nereden tapıdı degan vaqtda bular ikki yo'l orqali tapıdı. Birisi, ya'ni o'simga asosan zoyum taqididir. Ya'ni bu zoyum taqasa endi bu o'simga berib qoldiganligi uchun endi bu bizda islomda to'g'ri bo'lmagan bir usul deb qaraldi. Ya'ni bu misol, yana bir usul bu mush mablag'chilarga pay taqididir, ya'ni 100 milyon, 200 milyon, 50 milyon yoki ma'lum bir qimmatda mablag'chilarga nima taqididir? Halqa pay taqididir. Pay setib olgandan keyin biz bu shirkatniki kelgusi istiqboli bormi, yo'qmi, buningga asosan ya biz bu shirkatning payini setilishni qaror qilamiz yoki bo'lmasa setilishni qaror qilmaymiz. Masalan, agar biz setib olsak, biz shu shirkatga biz hassador bo'lgan bo'lamiz yoki bo'lmasa bizniki shu shirkatda ma'lum bir payimiz, ya'ni o'zimizning ozroq egidorchilik bo'lgan bo'ladi. Demek endi nima uchun bu usul endi pay tuzumi? Pay tuzumi endi nima uchun musulmonlar tarafidan qarshi ilindi degan vaqtda endi bu islomda muzarabat shakli deydigan bir klassik, ya'ni klassik bir to'xtam tuzumi bor. Ya'ni bu muzarabat shaklida ma'lum bir shaxsniki ahli bor, kuchi bor, masalan qobiliyati bor, savdo qila oladi. Yan bir partiyaning bo'lsa, puli bor, lekin savdo qiladigan qobiliyati yo'q endi. Shunashqa bu ikki inson birga kelsa, birisining puli bor, birisining ahli kuchi bor. İkisi birlashib ma'lum bir savdoni qilsa, bular nima deymiz? Bular bir-biriga, ya'ni sheriklar bo'lgan bo'ladi. Sheriklar bo'lgan vaqtda nima bo'ldi degan vaqtda bu ahvolda mushu savdo qilgan vaqtda foydaning kelib chiqadiganligi, kelib chiqmaydiganligi yoki bo'lmasa ziyonning kelib chiqmaydiganligi bir mavhum bo'ladi. Demakchi bo'lganimiz, yerda foydami bor ham ziyonmi bor. Shuning uchun bu bir sherikchilik tuzum bo'lganligi uchun
şerikçilik tüzüm boğanlığı üçün şunaşqa hem bununda biz paydağı məsul bolmaz, hem ziyanı məsul bolmaz. Şunun üçün biz bunu şu payçek tüzümünü, yani şu paylağı məbləğ silişini İslam'a uygun bolğan bir payçek şəkli dep qarayımız. Yani en mühim, en İslam'daki namunelik ülgülerinin biri bolsa, yani şu Hadice annemiz bilen Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin kılgan ikisi o'rtasidagi münasebet mu, şu muzarabet şekli gitip barıdı. Nima üçün degan vaqtda Hadice annemizning puli bor. Lekin özü bir ayol kishi. Lekin Peygamberimizdeki kuchi bor, ahli bor, qobiliyati bor, lekin pul yo'q. İkisi birleşip soda qiladi, ankin kelgan paytni ikisi teng bo'lishadi hamda. Shuning uchun buni biz İslamdagi eng klassik bo'lgan bir sherikchilik usuli deb qaraymiz. Shuning uchun biz paycheklarni şu İslam'a uygun pay tüzümünü, yani İslam'a uygun bo'lgan bir mablag' silish usuli deb qaraymiz. Unda xusu pay degan sherik degan gap bilan o'xshashganda Uyg'urchadagi hamkorlik. Paylaşış, şeriklik degan narsa kelib chiqdi. To'g'ri. Rahmat. Bizga kelgan savollarning ichida islom paychekini ayrishdagi metodologiyalar nima degan savolmi borchu? Uning usullari, chora-tadbirlari qandaq degan. Sizcha qandaq masalan buniki? Rahmat. Undaq to'g'ri, qarindoshlarning degani to'g'ri. Endi nima uchun Baytin siz endi paycheklarning hammasini sherikchilik deb qaradingiz. Nima uchun hamma paycheklar halol bo'lmaydi degan savol kelib chiqdi o'mayadi-ku. Demakchiligimiz paycheklarning hammasi halol bo'lmaydi. Bularning ichida halol bo'lganlari bo'ldi va harom bo'lganlari bo'ladi hamda-ku. Demak endi nima uchun degan vaqtda to'g'ri paychek tuzumini bir sherikchilik tuzumi deb qaradik, lekin endi bizning qaraydigimiz shu shirkatniki qilayotgan ishlarga qaraymiz. Yani şirketler pul mesela deyli hem de ulanın kımak çoğakan işi qaraymiz. Demekçi hem de ama İslam payçeklerini arışniki iki yıl yani iki basqış buludu. Birinci basqışda yani ben bunu Uyghur tilida sifat jihatdan ayirish deb qaradim. Yani İngiliz tilida qualitative ve quantitative deb qaraydi. Hem qualitative deganimiz şu sifat jihatdan ayirish hamda. Sifat jihatdan ayirish degan qandaq bo'ldi degan vaqtda biz eng oldi bilan mushu shirkatlarning qilayotgan ishi qaraymiz. Qaysi ishlar qaraymiz degan vaqtda masalanga mushu nimeniki asos jihatdan hamda 7-8 turlik bir sifat jihatdan qarab chiqamiz. Birinchisi bo'lgan vaqtda mushu banklar hem de özümüz bilmez bankalar asas jihatdan mush o'sim bilan shug'ullandi. Shuning uchun bankalar avtomatik holda chiqarib tashlandi hamda. Demakchi bankalarning paycheki setilolmaydi. Masalan, Akbank deymiz, Garanti Bank deymiz yoki Ziraat Bank deymiz. Bular faiz bilan shug'ullanayotganligi uchun bularning paychekini setilishga bo'lmaydi. Bu biri. İkincisi, qimor va qimor turidagi o'yinlar. Yani hammamiz bilamiz qimarning harom ekanligini. Hem de qimarning mu paycheki bozor qilingan shirkatlar bormi degan vaqtda masalan deymiz Malayziyada Genting deydigan, yani Malayziyada turib baqqanlar yoki Malayziya bir baqqanlar biladi. Genting igizligi deb bir igizlik bor. Ash igizlikda eng cho'ng bir nima deymiz? Eng cho'ng bir qimarxona bor. Yani ash qimarxonniki paychekimi mablag' siliqliq. Shuning uchun biz mundaq shirkatlarning payini setib olmaymiz. Demakchi bo'g'nim bu ikkinchi bo'lgan qimor va qimor turidagi o'yinlar mundaq bo'lgan bo'ladi. Lekin uchinchisi islomda cheklangan narsalar va mulozimatlar. Ya'ni narsalar va mulozimatlar degan vaqtda o'zimiz bilamiz, cho'sh go'shtining islomda cheklanganligi, aroqning islomda cheklanganligi va nashayan ishlar bor, o'zingiz bilasiz. Men bu yerda shunday ishlar bilan shug'ullangan shirkatlar bor. Ya'ni mundaq shirkatlarniki payini setilishga bo'lmaydi. Demak, bu uchinchi turdagi islom cheklagan narsalar. To'rtinchisi islom to'g'ri deb qaramagan ko'ngil ichi so'rinlari.
Endi özünüz bilsiz, nurgulgan köngül iç sorular cıqlap ketdi dünyada. Yani mundaq yerlarga endi biz bir musulmon bo'lish sütimiz bilan mundaq yerlarga mablag' sanmaymiz. Şunlaşqa muşu İslam to'g'ri bo'lmagan köngül iç sorularga mablag' silishmi bu şu İslam paychaklarida to'g'ri deb qaralmaydi. Beşincisi tamak ishlab chiqarish va setish endi. Endi hammamiz bilamiz, bo'pmi Uyg'ur musulmonlari tamak chekishni harom deb biladi. Alloh shukrlar bo'lsin. Endi nurg'un millatlarda o'xshamagan ko'z qarashlar mavjud. Lekin İslam paychaklarida mushu tamak ishlab chiqarish va uni setish bilan shug'ullangan shirkatlarga mablag' silishga bo'lmaydi. Bu beshinchisi. Oltinchisi sug'urta shirkatlari. Yana bu sug'urta shirkatlarining endi buni degan talash tortishlik bir masala bor. Mecbur bo'lgan sug'urtani setib olmaymiz yo ixtiyor bo'lgan nima setib olmaymiz deydigan. Lekin endi demak yo'g'idim mushu islom iqtisod olimlari mushu sug'urta shirkatlariga mablag' silishga bo'lmaydiganligini buni nima qilib chiqdi, bir qaror bo'lib chiqdi endi bu. Bu demak mening deyotganlarim bir qaror endi. Yoki doktor Burxonsetning da'vogan yoki palonchining da'vogan narsa emas. Endi demakchi buni mush islom olimlarining birlikka kelishi bilan yo'lga chiqqan narsa. Bu bir bo'ldi. Ondan keyin 7-si qaysi bo'ldi degan vaqtda shariatda to'g'ri bo'lmagan maliya turlari bilan shug'ullanish. Masalan, maliya turlarining qimor shakldagi nurg'ulg'an bir shakllari bor. Masalan, opsion deymiz, futures deymiz, and derivative deymiz. Endi bu texniklik bir masala. Demak, mushu maliyaning to'g'ri bo'lmagan usullarga mablag' silish. Bularni mushu islom pul muomala sistemasi bularni cheklaydi. Endi undan qolsa mulozimat turidagi mehmonxonalar köngül iç soruları deb deb ketdim. Endi demek çoğunum asas jihatdan endi cheklaydigan sohalar mush 7-8 sohaga mablag' silishni cheklaydi. Shunlashqa demek çoğunum endi mushu sohalarda mablag' silish. Endi buni biz sifat jihatdan ayrish deb qaradik. Demek çoğunum yani bular sifat jihatga ayrish. Demekçi endi bununda mushu birinci qadamda yoki birinci bosqichda mushu shirkatniki qilayotgan ishlari, ishlab chiqarayotgan mahsulotlari va qaysi sohada ekanligiga qarab chiqamiz. Shuning uchun yig'inchoqlab aytgan vaqtda banklarga, qimor shirkatlarga, islomni cheklangan narsa va mulozimatlarga, islom to'g'ri deb qaramagan ko'ngil ichish o'rinlarga, tamak ishlab chiqarish, shariat to'g'ri bo'lmagan moliya turlari, mehmonxonalar endi mundaq sohalarga mablag' silish cheklandi. Endi mayatidan bir qarindishimiz deydi, havo yo'llariga mablag' solsak bo'lamdi deb. Shunda balla bek so'rab ketdi bu savolni. Bugun qarasam A topdimi so'rabdi. Endi havo yo'li degan vaqtda to'g'ri, u bir mulozimat bilan nima ta'minlaydi, lekin hammamiz bilamiz, butun havo yo'llari, ya'ni haroqni ayada bizga yani mulozimat qiladi. Demak, butunlay havo yo'llari nimaning ichida haroq sotadi endi. Shuning uchun buni havo yo'llarini misalanga buni islomga uyg'un bo'lmagan deb qaraydi. Demakchi bo'lganimiz endi buni faqatlam uniki masalan bir cho'ng bir shirkatning qilayotgan birlam ishi bo'lmaydi. Uning nurg'ulg'an ishlar bo'ladi. Shunashqa bu belgilab bergan shirkatlar cho'qim mushu islom doirasidagi, ya'ni islomga zid bo'lmagan shaylarni ishlab chiqadigan. Misalanga deylik, özümüzden sağlamlıqqa köngül bildigan, özümüzden salomatlikka köngül bildigan, yoki özümüzden yemek içmekiga, energiyaga, davlatniki, po'lat temir sohalariga misalanga. Deylik, bunda amaliy kuchi bo'lgan, ya'ni davlatni, millatni kuchlantiradigan sohalarga, ya'ni buni rail sektor deymiz yoki bo'lmasa haqiqiy ishlab chiqarish deymiz. Bundaq bir sohalarga o'zimizga mush islom pul muomalasi buni da'vat qiladi va buni bizdan umid qiladi. Undaq bo'lsa islomga uyg'un bo'lmagan yoki islomda cheklangan ba'zi narsalarni sotgan yoki ishlatganlarning pay cheklarini setib olishga bo'lmaydi. Shunda endi qolgan nurg'un sohalar bor yana. Bularning ishidan endi biz yaxshilarini qanday tanlaymiz? Ya'ni bizga hakikatan foyda. To'g'ri. Hozir men sizga sifat jihatdagi
ben birinci basqıçni so'zlab berdim, ham ikkinchi bosqich borchu, ya'ni bu ayrışniki. Andikin ma'nondikin, andikin qandaq tanlash to'g'ri kelsak, yaxshi bo'ladi deb qarayman endi-chu. Rahmat. Ma qarindoshlarniki 56 qarindoshimiz ko'rib o'tibdi. Ham baholab qo'yishini so'raymiz. Texmi ko'p qarindoshlar bir foydalanib qolsa degan umidimiz. Rahmat. Endi biz hozir suhbat jihatdan, bu suhbat jihatdan aramak bek oson. Masalan, har bir qarindoshimiz bir shirkat kiriblam, oy bir shirkat yaxshikan, oy bir shirkat maoshni qilibdi deb elishga bo'lamdi. Bundaq bir savol tug'ildi. Shunashqa bu birinchi bosqich bek oson. Buni sizmi, menmi yoki odatki bir qarindoshimiz buni qarablam bilalaydi. Masalan, idealaydi. Lekin bu ham bir qarindoshlarimiz ayrimaq tas bo'lgan miyada ikkinchi bosqich. Ya'ni buni men sonliq jihatdan ayirish deb atadim. Birinchi bosqichni sifat jihatdan, ya'ni shirkatning qilayotgan ishlari, ikkinchisi sonliq jihatdan. Demakchi o'g'limiz buni quantitative deymiz, ya'ni ingliz tilida, ya'ni quantitative, ya'ni sonliq ma'lumotlarga shirkatning qarab chiqish. Ya'ni bu ikkinchi bo'lgan bir bosqich, ya'ni muhim bosqichlarning biri. Birinchisi, endi buningda qaralgan, nurg'ulgan sonliq ma'lumotlar bor, lekin men muhim bo'lgan 3 ni qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqda. Birinchisi, shirkatning qarzining oz ko'pligiga qaraymiz. Bu nima degan gap? Buni qanday bilalaymiz? To'g'ri. Xalqaro shirkat deylik, buning qarzi bormi yo'qmi qanday bilalaymiz? To'g'ri savol. Güzel. Demak, mushundaq bir shirkatniki qarzining bor yo'qligiga qaraymiz. Bunun qanday qaraymiz? Misalan deylik, sizning 100 ming lira pulingiz bor. Meningmi 100 ming lira pulim bor. Endi qarindoshlar deb baqsin, ikkimizning qaysimiz boy hozir? Menga o'xshash endi. Ko'rinish jihati o'xshash shundaqmi? Ha. Ko'rinish jihati o'xshash shundaqmi? Demak, sizning 100 ming lira pulingiz bor, meningmi 100 ming lira pulim bor. Demak, ikki o'xshash shirkat bor, ikkisi ham energiya sohasidagi shirkatlar. Onun 100 milyon pulu var, benim 100 milyon pulu var. Nima uchun doktor bunun hem de qarzi qaraymiz deb qaraymiz. Misalanga, sizning 100 ming lira pulungiz o'zingizning puli. Lekin mendiki 100 ming lira pulniki 50 ming lirasini men qazagan. Demak, men bir qazdor. Tushundingizmi? Tushundim. Endi shuning uchun buni endi qarindoshlar voy halolkan ustoz, uni asaq bulmamdi, buni asaq bulmamdi deydi. Lekin biz buni qara oladikmi? Nima uchun biz qazdor shirkatlarni chiqaryapmiz degan vaqtda? Chunki islomning maqsadi mablag'chilarning manfaatini qo'g'dash. Ya'ni insonlarning manfaatini qo'g'dash. Agar mening 100 ming lira pulim bo'lgani bilan, lekin men 50 ming lira pulim men qazagan boshqalardan. Shuningdek, men bir qazdor shirkat. Agar men menga mablag' sab qolsa, men eng oldi bilan qarzimni qaytaraman. Shuning uchun menda qalandar shirkatlar chiqarib o'tildi endi. Endi buniki albatta buning sonliq buniki qanchalik nim bo'yicha misolanga Bayton deb aytdingiz, men ma savolga bir javob berib, uni nereden qaraydiganligimizga hozir ben javob beray. Demak, endi bu nisbat, mening qarz olgan nisbatim qanchalik bo'lish kerak degan vaqtda 33%dan tuvan bo'lish kerak. Demak, endi agar mening 100 ming lira pulim bo'lsa, meniki olgan qarzim cho'qim 33 ming liradan tuvan bo'lish kerak endi. Undaq bo'lgan vaqtda meniki muqim pulim o'zimning, lekin men ozroq qarz olgan. Shunashqa agar 30 mushuk olgan qarz 33%dan tuvan bo'lsa, angish islom olimlari mundaq shirkatlarga mablag' satsaq bo'ladi deb qaraydi. Endi xo'sh, sizning savolingiz qaytib kelaylik. Bek muhim savol bu-chu. Hatto buni iqtisod o'quvchilarimi hatto tushunmaydigan bir savol. To'g'ri bir savol so'radingiz. Bu shirkatdagi qarzning bor yo'qligini qanday ayiramiz? To'g'ri, sizning 100 ming lira pulingiz bor, mening 100 lira pulim bor. Lekin qaysimiz qazdor shirkat, buning nimasi qaraymiz degan vaqtda, ya'ni men buni qarz mulk jadvali deb atadim. Ya'ni turist tilida bilancho deb ataydi. Yoki bo'lmasa ingliz tilida balance sheet deb ataydi endi. Demakchi, har qanday bir pay silingan shirkatniki mushu bilanchosi bo'ladi. Ya'ni mushu qarz mulk jadvali bo'ladi. Bu qarz mulk jadvalining sol qo'l tarafida sizning olgan qarzingiz o'zingizning mulki oyada cho'qim bo'ladi. Shuning asosan bu shirkatlarniki qarziniki cho'qim 33%dan tuvan bo'lishi
talab qilindi. Endi men shunchalik zag'ir til bilan qarindoshlarimiz to'g'ri nihoyatda yaxshi tushandi deb qarayman. Agar shu savolning leksiyaning oxirisida savol so'rusi bo'ladi. Bu birinchi ya'ni o'zimizning qaraydigan moliyadagi nisbat. Ya'ni shirkatniki qarzining oz ko'pligiga qaraymiz. Ikkinchisi yana o'xshash misol bilan tushuntiraylik. Sizning 100 ming lira pulingiz bor, mening 100 ming lira pulim bor. Misalangi jadvalda mening 100 ming lira mulkim bor, sizning 100 ming lira mulkingiz bor. Lekin sizniki 100 ming lira yanchiqingizda. Lekin men 100 ming liraning 50 ming lirasini boshqalardan keldigan pul, kammagan pul. Muhim bir pul endi. Men faqat men boshqalardan keldi deb yozib qo'yman, lekin men boshqalardan kamagan pul. Demak, mening qo'l ilkimda bo'lmagan pul bu-chu. Endi men buni zag'ir tilda ya'ni shirkatning kelmoqchi bo'lgan puli yoki boshqalardan kelmoqchi bo'lgan pul deb oldim. Demak, meniki 100 ming lira pulim bo'lsa-mu, lekin mening 100 ming lira pulimning 50 ming lirasi qo'limga kelmagan, boshqalarning berish berilmasligi aniq bo'lmagan bir ish bu-chu. Baytin deb aytdim, islom pul muomalasining kuchli maqsadi shu mablag'dan qo'g'dash bo'lganligi uchun shunda puli qo'lida bo'lmagan shirkatlarni shallab chiqaryapti. Ya'ni buningmi nisbat qanchalik degan vaqtda 33%. Ya'ni masalan 100 ming lira pulim bo'lsa, ya'ni 33 ming lira boshqalardan kelmoqchi. Agar shunday bo'lsa, andikin buni islomga uyg'un bo'lgan paychak deb chiqaradi. Demak, bu birinchisi qarz. İkincisi kemeşçi bo'lgan pul. Bu kemeşçi bo'lgan pulni qaraymiz degan vaqtda, bayatida men bilanchodiki sol tarafga qaraymiz dedik. Manada biz o'ng tarafga qaraymiz. Ya'ni o'ng tarafida bizning boshqalarning kemeşçi bo'lgan pulni yozadi oyakchi. Shuning uchun men yana demoqchi bo'lganim, shu boshqalardan kemeşçi bo'lgan pulniki masalan demak buni aytdim muhim bir mas'ul bo'lib hisoblandi. Bu ikkinchisi. Endi üçüncüsü, bu aşağı bilen tweetmen, bu halkı ben aldığım katımı dedim, bu bir ilimdir. Bu bir ilim sahası. Ameliyatta bunu ben de İslam payçık dep koyğanğa, ya ki siz dep koyğanğa, ya ki birisi başka dep koyğanğa bulmaydı bu. Çokum buniki muşnun oxşaş metodologiyaları, muşnun oxşaş nurgulagan kuralları buludu. Endi üçüncüsü nima degan vaqtda, misalanga mening 100 ming lira pulim bor, sizning 100 ming lira pulingiz bor. Lekin men 100 ming lira pulning hammini o'simga solib qo'ydim. Tushundingizmi? Ben o'sim kildaga solib qo'ydim 100 ming lira pulni. Lekin siz 100 ming lira pulni energiya sohalarga mablag' solib qo'ydingiz misolanga. Endi kimning harom bo'ldi degan vaqtda, albatta mening harom bo'ladi. Gerçi mening qilayotgan ishim to'g'risimi, lekin men pulni o'simga solib qo'ydim. Endi baytin dedik, islom dini o'simni cheklaydi deb. Shunashqa buningdimi shu shirkatlar o'zining pulini agar o'sim kirdigan yerga mablag' solib qo'ysa, buningdimi islom pul muomalasi buni to'g'ri bo'lmagan bir ish deb qarab, bundaq shirkatlarni shallab tashlaydi. Shundaqla qisqacha qilib aytgan vaqtda islom paychaklarini arishning sifat va sonliq jihatdan ayrımız hamdi. Çok baytida men sifat jihatdan deb bo'ldim, ma sonliq jihatdan men 3 muhim nuqtani deb berdim. Ya'ni bundan boshqa narsalar bor, lekin hamda bu bir akademik tem bo'lganligi uchun hamda keyin ya'ni Alloh xolsa yana suhbat qilamiz. Lekin hamda men shunchalik islom paychaklarini arishdiki, o'sha ikki muhim metodologiyasida bugun mishaychi to'xtalay. Rahmat. Undaq bo'lsa bu ishni boshlashdan burun bir tadqiqot olib berish kerak ekanda, ha? Shunda. Mablag' soladigan obyektninki qarzi bormi, yo'qmi, yoki shirkatlarning. Bularni bir aniqlab, halol haromligini aniqlash biroz oson bo'ldi endi. Undan keyin ishlar biroz tezga. Undan keyin bu vaqt oldigan ishmi? Masalan, siz bayit deb o'tib ketdingiz. O'simga sepib qo'yish masalan endi vaqt jihatdan bir nima bo'lishi mumkin-da endi. Uni qo'ysa, boshqa ishingizni qilaverasiz. Lekin ham buningdagi siz degan o'xshash o'simga solmay, o'zi ham halol yo'ldan qilaman desa, butunlay vaqtini uning berish kerakmi? Vaqtni oladigan bir ishmi bu? Masalan, baytinbek to'g'ri bir gapni qildingiz-ku. Mayada biz mablag'chilarning misolanga
Men mundaqlam deyli. Baytın sual belkim yaxşı bu. Men bir şirket deyli. Siz mening peyini setib aldınız. Siz doktor Burhan'ın şirketining peyini setib aldım deb qaraysiz. Lekin men sizning peyingizni men ineriga mablag' solmasdan men o'simga mablag' solib qo'ymanchi. Siz jiqish qilmaysiz, lekin men sizning kelgan pulni men o'simga solib bo'lishi mumkin. Siz yana bir tarafdan da'vatsa, shunda ham bo'lishi mumkin. Men bir tarafdan da'vatdim mana. Shundaqqa hamda buniki ham mundaqchi, bek to'g'ri savolni baytin bek to'g'ri bir nuqtani o'tirib qo'ydingiz. U nuqta qaysi degan vaqtda shundaqqa biz bu oddiy qalli bilan yoki oddiy usul bilan men endi bu yerda osonlashtirib qarindoshlar deb berdim. Biz buniki halol va haromini qarab chiqolmaymiz-ku. Bunun da pek mühim bir narsa var. Mayada o'xshamagan davlatlarda o'xshamagan bir organlar bor. Masalan, Malayziyada bir organ bor, Turkiyada bir organ bor. Masalan, Amerikada mı nurg'ulg'an bir qancha organlar bor. Bu organlar her 6 oyda bir qatim mundaq ham bir gap mundaqchi. Siz pek mühim bir narsani o'tirib qo'ydingiz. Balkim ayaga mablag' solib qo'yishi belki vaqtincha bo'lishi mumkin dedingiz. Ya bir oy bo'lishi mumkin, ya 2 oy bo'lishi mumkin degandekchi. Shunashqa halol bo'lgan paychak mangu halol turib yutamdi, harom bo'lgan paychak mangu harom turib yutamdi degan vaqtda undaq bo'lmaydi. Mush organlar har 6 oyda bir qatim mush islom paychaklarga qarab chiqadi, yana bir qatimchi. Zodi uyg'unmi, uyg'un emasmi degandek. Agar uyg'un bo'lsa, listiga olib kiradi. Agar uyg'un bo'lmasa, listidan shallab chiqarib tashlaydi hamda-chi. Demakchi hamda bu menga o'zgarmaydigan bir narsa emas. Bu bir dinamik, ya'ni o'zgarishchan bir narsa hamda-chi. Shunashqa men demakchi bo'lganim cho'qim shu biz cho'qim bosh organlar ko'rsatgan narsani olsak bo'ladi. O'zimizning qallisi bilan, o'zimizning kapisi bilan emas, cho'qim organlar ko'rsatgan. Chunki o organlarniki nurg'on ekspert, ya'ni ayad olimlar bo'ladi yoki mutaxassislar bo'ladi. Yo bo'lmasa bularniki shunday bir avtomatik algakdan o'tib chiqadigan narsalar bo'ladi. Ham demak, cho'g'unim ma Turkiyadami katılım indeks deydigan indekslar bor. Aş katılım indekslarni mush organ, ya'ni mayerki nurg'ulg'an islom olimlarining ko'rsatish bilan bularni inshaalloh bizga chiqarib bergan. Demak, nima demoqchi degan vaqtda biz qaysining halol, qaysining harom deb o'zimizning izlashning hojati yo'q. Men bu nuqtani uqdim, nayt xo'shal bo'ldim. Nurg'un narsani meniga o'rganyapman. Demak, bir tizimlik bor. Demak, shunday. Unda bo'lsa ishlarni osonlashtiradi. Ben mayada share screen qilib bir sinab boqay. Agar ekranim chiqdi deb qo'ying. Ekranim chiqdimi hozir? Chiqyapti. Ha, chiqdi, ha. Chiqdimi? To'xta, men endi bosay. Katılım indeks deb. Ham buni ma ko'rayotgan qarindoshlar bilish mumkin, lekin ham keyingi bir hujjat bo'lib qolsin deb ma'ni qilyapmiz. Men ma indekslar ko'ryapmisiz? Ha, ko'ryapman. Mush indekslar misolanga, indeksda kirsak, bu yerda katılım indeks, katılım 30 deydigan nimalar bor. Lekin indeks shirkatlari degan yerga kirsak, mayada masalan ma 7 oyning 1 kunidan boshlab ya'ni güncel bo'lgan, ya'ni nima deymiz? Yangilangan şirketler. Men muşunaga kirsak, katılım 50 deydigan 50 şirket var. Yani muşular İslam'a uygun bo'lgan şirketlarda muşu organ bizga ko'rsatib bergan hamda-chi. Shunashqa biz muşunaga kirgan şirketlarni setib olsaqlam, nayt yaxshi bo'lgan bo'ladi deb qaraymiz hamda. Demak, biz o'zimizniki andaq nim qilishning hojati yo'q deb qarayman. Rahmat. Ha, bu yaxshi. Bu jihatdan undan yaxshi ma'lumot bo'ldi. Yaxshi ma'lumot. Rahmat. Endi bizning xalqimizning qo'lida pulimiz jiq emasda endi. Shunda terib to'shab azroq balki puli bo'lishi mumkin. Az pul bilan kirgandan keyin endi bo'yliq vayron bo'lib ketish xavfi bormi deganga o'xshash endi bir ansiraydigan gap. Vayron bo'lib ketish, pulning hammasidan ayrilib qelish nimasi bormi endi? Shundaq bir xatiri bormi bu ishning? Güzel sual bo'ldi. Ya'ni endi bu mablag' solgandan keyin endi mundaqchi, biz Uyg'ur musulmonlari bilan o'simdan qochdik. Alloh rozi bo'lsin. Albatta qochimiz. Lekin
Başqa chiqish yo'li bormi degan vaqtda endi bizmi bir o'zimizning mavjudligini saqlab qolish uchun cho'qim bizga boshqacha bir chiqish yo'li bo'lishi kerak-ku. Hamma yo'llarni tang etib qo'ysak, uningda o'zimizniki bir chiqish yo'li bo'lmay qoladi. Endi baytini sizga deb berdim, mush islom paychaklarniki qandaq shallandiganligini. Sizcha mushundaq shirkatlar mablag' solsa, sizcha endi mablag' vayron bo'lib ketish ehtimoli bormikan, yo'qmikan? Masalan, qarzdor shirkatlarni chiqarib o'tibdi, qo'lida puli bo'lmagan shirkatlarni chiqarib o'tibdi, ya'ni mush o'simga nima qilayotgan shirkatlarni chiqarib o'tibdi, yana mush islomga uyg'un bo'lmagan bir shaylarga mablag' solgan shirkatlarni chiqarib o'tibdi. Sizcha bundaq shirkatlarga nima deymiz? Mablag' solsak, sizcha vayron bo'lib ketish ehtimoli bordek turamdir? Endi qo'lida naqd pul bor shirkatlar bo'lgandan keyin endi vayron bo'lib ketish ehtimolligi oz. To'g'ri deysiz. İşkençilik buludu. Demek ki mayatim bayt deb o'tdim. İslam pul muomalasining ham tükki maqsadi yani mush mablag'chilarni, yani qo'g'dash, yani mush mablag' solgan insonlar qo'g'dash bo'lganligi uchun mundaq iliqi bo'lgan bo'ladi. Endi biz iliqi vatanda, yani men oldin qatimdek siyozimizim dedik, o'zimiz masshtabda 20-25 million nupusi bor bir millat deb qaraymiz. Ya bo'lmasa boshqa ma'lumotlarga ko'ra 30-35 million deydi. Demek ki bugünüm müşünçəlik köp nopos bo'lgan millat turib, özümüzün Uyg'urlarning texi pay bazarga chiqib bakkan bir şirketimiz yok. Aynı vaqtda Arman şirketi yani chiqmoqchi bo'lib, qa vaqtda bularni tashirga vaqtida bularning mablag'i 200 millionga yetmagan. Demek 200 milyon yetmay aşı vaqtda Arman şirketi pay bazarga chiqolmadi. Demek endi bu pay bazarga chiqish undaq biz o'ylagandek yoki siz o'ylagandek unda oson ish emas endi. Bu Uyg'urlarning hozir qadar pay bazarga chiqib bakkan birmi shirkatimiz yo'q endi. Shunashqa endi men nima demoqchi, buni orqali demoqchi degan vaqtda yana Turkiyadagi bu davlatdimi, yani Turkiyada 80 milliondan ko'proq nupusi bor bir davlat deb qaraymiz, ya'ni cho'ng bir davlat. Hatto mush davlatdimi payi bazar silgan şirketler naiti töyiz gitdi. Çoğun bir devlet nisbeten vaqtda töyiz şirket çoğun bir san emesemdi. Endi bunun içinde töyiz şirketinin içinde 50'ni İslam'a uygun bo'lgan şirketler deb kelib chiqardi. Endi vatanda bizni Xitoylar qanday qo'yib ketgan degan vaqtda biz qanday paychakning yaxshi bo'lganligi, qanday paychakning yaxshi bo'lganligini bilmaymiz. Shuning uchun nima bo'ldi degan vaqtda bizga Xitoylar vayron bo'lib ketay deb qolgan shirkatning payini yoki bo'lmasa ashunday kun qolgan shirkatning payini bizga aldab Uyg'urlarga setib etgan. Setib etganligi uchun Uyg'urlarning qadisida pay bozor bek xatarlik, bek iliqi nima xatarlik yoki vayron bo'lib ketadigan bir soha deb qaraydi. Amaliyotda men baytin degan shunday go'zal sohalarga, ya'ni o'zimizning manfaati uchun emas, davlatning manfaati, xalqning manfaati uchun foyda keladigan bunday sohalarga mablag' solsak, bizning vayron bo'lish ehtimolligimiz asos jihatdan 0 bo'lgan bo'ladi endi. Misolanga, men endi yana ekronni bir ko'rsatib sizga bir nima qilay, qarindoshlarim ko'rsin. Maşallah. Uslab ketdikda avval qatim yaxshi qilamagandik. Ma qatim maşallah. Hamma yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Misolanga investing.com ko'rdingizmi Turbatni? Ha, ko'rdim. Ko'rdingiz shundaqmi? Men buni azroq yo'g'aytib, misolanga Kent degan bir shirkat bor, Turkiyaniki. Bir yemek ishlab chiqaradigan shirkat. Necha ko'rdingiz bahosini? 2 milyon mu? Yok, 2200 lira. Ha, 2211 ha. Bir paychakning bahası mı o? Ha, şundak mı? Sizce bu bir iş ay avval sizce qancha bo'ldi sizce? 2000 liralık paychakning bahası qancha bo'ldi bir iş ay avval? Hey, men bu sohaga biraz ya endi farzingizga cheklab men bo'lish mumkin edi. Qarang. 200 lira attı. Şu hakikaten pek öğrenildi ha. Mene 265. Mene 5. ayda 256 liralık pay çekti. Lekin hem biz alamadık bunu. Hem de ben kösetmekçiyim. Muşundaq şirketler buludu depçi. Mana qarasınız, manında 243.
Ben hazır öylep 10 hisse üstük. Misalenge muş payçekten 10 talını aynı vakitte 20 bin köy kap koygan bolsanız hazır 200 bin köy pulunuz buladı demekçi. Bu hakikaten biz oylap yetermegen bolduk. Köydünüz ha? Misalenge bizning qarindoshlarni hem bir şey. Ha. Hem bunu bek öylep gitipdi. Meyeden bir şirket var. Egin deydigan. Şirket gidiyor. İzmir'deki bir şirket var. Bana bazısı ne çıkıyordunuz hazır? 797'de. 797 güzel. Ben qarindoshlarga 3 ay avval, mana 3 ayni bastap Mişəyə düşkən. Mayen gördünüz mü? Mişək nokta. Yok bunu da demek düşük. Toxtan. Toxtan. Mişək düşkən. Bu 488 düşkən vaxtda elanlar dep mən ekirgen qarindaşlarım üçün. Yani bu qaysı vaqt desiniz? 3-cü ayının 31'i, yani 4-cü ayının 5'i. Gördünüz mü? Gördüm. Gördüm ha. Qarindaşlar qandaq qıldı degan vaqtda 3 aydan keyin. Yok. 540 mişəyə çıxan vaqtda 540'a o öləb getdi deb setdivetdi. Qarindaşlar satmanglar deb tursam setdivetdi. Endi ma'nın bahası 800'ga çıxdı dedi. Eğer bir tal payçakni aşmen degan vaqt besib qo'ygan bo'lsa-mu, buningda qarindoshlar nurg'ulg'an pay topalaydi. Shunashqa biz buningda cho'qim mablag' selish bilan payçak oynashdan farqini arishimiz kerak. Nurg'un qarindoshlar payçak o'ynadik deydi. Amaliyotda o'ynadik degan bu gap amaliyotda islomga zid bo'lgan bir gap bu. Chunki payçak o'ynadik deganlik xuddi qimor o'ynadik degandek bir gap bu. Cho'qim shunash qarindoshlar mushu payçakka mablag' selish kerak. Demak, buni agar mush vaqtda uxlab yotgan bo'lsa-mu, 480 dan 800 ga chiqdi degan gap bir payçakda 320 lira payda oldi degan gap edi. Bir tal payçakda. Şunlaşqa hem de bunun da çoxum bizning qarindoshlarimiz sabrlik bo'lish kerak hem de. Maşu şunu demekçi. Rahmet. Buna ham tushish ehtimolliği bormi? Hem de mesela 300'ün almasak çıktı deyli. Bir neçə aydan grafik qarsam elə tushgan chiqqan aşında turduchu. Ha. Yok, sualınız naydı güzel sual. Güzel sual. Ben bunu ikiler başka sözde buraya qo'ygandim. Ilqi şirketning yaxshi yomonini qanday ayıramiz degan savol bir nisbatan aniq javob beray deb o'ylagandim. To'g'ri, bu turgan savolingiz pek güzel savolchu. Bu tushib ketamdi, tushib ketmamdi. Bundaq bir savol cho'qim hammamizning qalbisida bo'ladi hamdi-chu. Shunashqa men buni ikilarki bosqichda so'zlab beray. Rahmat. Undaq bo'lsa, bayram bo'lib ketish ehtimolliği yo'q dedik. Nayt işlənçlikə, rəhmət. Misalenge biz mundaq misal qıpırək. Biz 3-cü ayda ziyan köymüdükmü degan vaqtda əlbəttə köydük. Aşı 1931-ci ildəki Great Depression'daydı. Yəni büyük krisis, insaniyyət tarixində bo'lgan bir krisis var. Biz aş krizisini beşimizdən keçirdik 3-cü ayda. Ha, bütün dünya. Bütün dünya. Hatta bizim beşimiz kim geldi. Hatta benim 30% pulumu kızalarla tuttu 3-cü ayda. Geçmiş olsun diye. Ya, bunda güzel sual. Güzel yani bunu. Lakin ben nime ağalıqımı işinmem. Çünkü benim ağalarım mevhum şirketler emas. Yani veyran bu kitadigan şirketler emas. Şunashqa şu vaqtda qancha % qizil bo'ldi degan vaqtda 30% qizil bo'ldi. Yani dünya tarix ko'rib baxmagan bir krizda 30% qizil holatga keldi. Demak, endi buningda vayron bo'lib ketmay, anayt 30 demakchi, nim demakchi degan vaqtda dünya ko'rib baxmagan 170 saqlanib qoldi. %30 ketib qoldi demakchi siz ha. Yo'q, bunga qo'shilmayman. Men gapingiz bek to'g'ri lekin. Demak, ham ash vaqt setvasangiz 70% pulni saqlab qola olasiz. 30% pul ketgan bo'ladi hamdi-chu. Lekin men qarindoshlar deydigan bir qural bor. U bo'lsa-mu sabr yana-chu. Chunki biz olgan shirkatlarniki qaytib keladiganligini bilamiz. Iqtisodda mundaq narsa bor edi. Agar ash tushgan vaqt setvasangiz, bu nimangiz mangu qaytib kelmaydi. Ziyoningiz mangu qaytib kelmaydi. Ya'ni iqtisodda qaytib keladigan ziyon, qaytib kelmaydigan ziyon deb ikki xil narsa bo'ladi. Agar siz tushgan vaqtda paychang setvasangiz,
bu ziyniniz mengü qaytib kelmaydi. Eğer siz sabır qilib, 30% tushgan vaqtda men yaxshi shirkatni oldim desangiz, bu haqiqiy ziyon emas, bir mavhum ziyon. Ya'ni daftardagilar bir ziyon, sizga haqiqiy ziyon bo'lib ketmadi. Agar bir ishga saqlasangiz, bu orqaga qaytib keladi. Ya'ni bir oydan keyin, ya'ni 4-oyning o'ttirlari asos jihatdan 30% qizil kaniga yenib, ya'ni ayni holatimizga qaytib keldik. Demak, endi buningda mushundaq yana desam, yana shu cho'qim yaxshi paychaklarni setib olsaqlam, bizning ziynimiz nima deymiz, ko'p bo'lmaydi paychak bozorida. Rahmat. Rahmat. Evet, yaxshi tushundirdingiz. Sizning iliqi tavsiya qiladigan paychak turlari bormi, masalan? Siz o'zingiz Yo'q, manondan avval yani muhim bir gap qolib qoldi. İslam paychaklarining yaxshi va yomoni bor dedik emasmi? Endi buni qanday ayrimiz degan masalaga, ani qanday ayrimiz degan masalaga qanday ayirish kerak? Abi ham bir savol so'ragandim, shumi? Qoldi. Men keyin javob beray deb qandim. Endi mush İslam paychaklarining yaxshi yomonini qanday ayrimiz degan savol kelib chiqdi endi. Çoxum endi bu İslam paychaklarning ichidami yaxshidan yaxshisi bor. Masalan, ba'zida deb qoldim, nima muallim faqat mushunlam tavsiya qildigandi yoki bo'lmasa nima uchun mushunlam deydigandi yoki muallimning bu shirkatlar bilan bir munosib bormi degandek, men faqat bir 10 daklan bir shirkatni tavsiya qilaman endi. Endi men boyaqi batga qaytirib olib kelay sizni. Mao ekranimizni sharqlayli. Ham baharlayli. Ko'rdingiz shundaqmi? Misalan, boyaqi savolingiz tushib ketdimdi, İslam paychakini qanday ayrimiz degan savollarga hamishada nihoyatda yaxshi bir javob topib chiqdi deb o'ylayman. Endi mayada qatilim indeks deb bossaqmi, endi qarang, qatilim indeks deb bossaq, bu dunyoning mush bizning qatilim, ya'ni mush İslamga uyg'un bo'lgan shirkatlarni itiraf qilganligini ko'rib olishga bo'ladi endi. Mayada Endi mushay kirgandan keyin biz bu komponent deydigan narsa bor, ya'ni ingliz tilida komponent. Mushunga kirsak, mishada mush butun İslam paychaklarniki nimasi bor mayadi-chu? Tizimligi bor. Statistik ma'lumoti bor ekanda, ma'lumoti bor. Endi buni sizga men bekmo'liqqa jiq tushuntirib ketmay, bu bek texnikalik bir masala, lekin yaxshi yomonni qanday ayrimiz degan masalaga vaqtda biz bu fundamental degan yani bassab, besib kirib, bu PE ratio deydigan bir narsa bor. Mush PE ratio degan nim degan gap degan vaqtda mush P deganimiz bahasi, ya'ni paychakning bahasi. Price. Price. To'g'ri. E deganimiz har bir shirkat tepatgan pul. E degan shirkat tepatgan pul. Endi P'ni i'ga bo'lmas degan gap. Nima degan gap degan vaqtda paychakning bozordagi bahosini shirkatning tepatgan puliga bo'lamiz degan gap. Endi men sizdan bu savolga endi bu matematikalik savol, balkim lekin ana shunday bir savolni qo'yay. Agar mushu bahoni shirkatning tepatgan puliga bo'lsak, budan kelib chiqqan nisbat yuqori bo'lgan yaxshimi yoki tuvan bo'lgan yaxshimi degan bir savol kelib chiqdi mayadi-chu. Endi xato javob bersangiz, yo'q, xato javob bersangiz mayli. Bu bizning soyingiz emas. Men sizdan mana bir so'rab boqay. Masalan, hozir shirkatning bahosini 10 desak, tepatgan puli 5 desak, necha kelib chiqdi? 2. To'g'ri, güzel. Lekin ham bir shirkatning bahosi 10, lekin har bir paychakning tepatgan puli 2 lira. Qancha kelib chiqdi? 5 chiqdi. 5 chiqdi, shundaqmi? Endi sizcha shirkat jiq pul topsa yaxshimi, oz pul topsa yaxshimi? Albatta jiq pul topsa yaxshi-da. Albatta jiq pul topsa yaxshi. Shunashqa sizcha 2 chiqqini yaxshimi, 5 chiqqini yaxshimi? 5 chiqqini yaxshi deb o'ylayman. Yo'q. Baytiqi savol balkim ketib qoldingiz. Birinchi 2 chiqqan shirkat bir paychak 5 lira pul topdi. İkinci şirket bir şirket 2 lira topdi.
Bence 5 tapqını yaxşı olmamdı. Yo'q. Siz yana xato tushunib qoldi. Birinchilab bergan javobingiz bak to'g'ri. Masalan, bir shirkatning bazasini 10 dedik, 5 lira pul topdi, shundaqmi? Bo'libdimiz 2 chiqdi, shundaqmi? Buni topgan puli deb tushundim. Bu faqat bir Tamam. Unda tushundingizmi? Ha, tushundim. Endi tushundingiz, shundaqmi? Demak, tushungandek bo'ldi. Yo'q, sizning tushunganingiz bak to'g'ri. Endi sizning bu sayingiz emas. To'g'ri nima qilyapti demakchi? Shirkat jiq pul topsa, avi nisbat tuvan chiqadi demakchi. Endi tushundingiz. Ha. O nisbat tuvan chiqsa, shirkat ko'p pul topgan bo'ladi. Güzel. Mau yakun endi-chi. Mau yakun. Shunashqa onu endi xalqan kirib shu yerni topa olgan bo'ldi ekanda hamsa. Masalan, men mishadan topa olayman. Masalan, men bolalarni Goodyear ilinglar, Soda ilinglar, Seljuk ilinglar deb kunda vaqirayman. Goodyear, Soda, Seljuk. Desem, nimiş muallim müşralarlam qoldigandi. Masalan, Seljuk, bu nima sohasi bu? Aliqi doğru. Yani sahiye sohasi. Bu şirkatni ichiga kirsakmi, P ratiosi bosh shirkatlar qaraganda tuvan. Endi sizcha, 243 bo'lgan yaxshimi yoki 5 bo'lgan yaxshimi endi? 5 bo'lgan yaxshi. 5 bo'lgan yaxshi. Demak, bu nisbat qancha tuvan bo'lsa, shuncha kun tuvan bo'lgan bo'ladi. Shuncha kun yaxshi bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun men qarindoshlarni elinglar deganim aga. Masalan, men agin deb aytdim 700 liralik paychani ko'rsatdim-ku. Yanalam bahası tuvan degan gap. Tushundingizmi? Ma shirkatlar qilganda yanalam yaxshi shirkat degan gap. Demak, endi ma uzrab ketdi. Demak, mayadi demakchi o'g'lim, bu shirkatlarning P ratiosi bak muhim. Turkiyada men bir shirkatni, Amerikadagi bir shirkatni qarindoshlarga elinglar deb tavsiya qilgandim. Ashna P ratiosi qarsam 1 ekandi. Bu 1 degan Turkiya topqil bo'lmaydi endi. Chunki 1 degan. Qarsam mayadigan elinglar dedim, u vaqtda 5 lira atrofida dedi. Bir aydan keyin u paychak $7.5 chiqibdi, $5. Bir aydan keyin. Shunashqa endi buni men shunashqa alhamdulillah hozir chopimizda 1000dan oshdi odamning soni, 1000ga berib qoldi. Bayda qarsam 999 turadi. Demak endi men tavsiya qilib qarindoshlarni ziyon tatib ketmasin deb, yaxshi paychaklarni mana shunday sonliq ma'lumotlar qarab chiqib, tavsiya qilib, shirkatniki yaxshi yomonini ayirib degandek qarindoshlarimizga tavsiya qilamiz. Endi buniki mush akademik endi bu faqat men sizga faqat birlam ya'ni so'zlab berdim. Endi oson bo'lish uchun ya'ni nurg'ulg'an sonliq miqdorlar bor. Demak, bu haliqi biz mablag' solsak ko'zimizni yumiblam, ammo mablag' soldim deb emas, cho'qim shirkatning nima ish qilayotganligiga, qanday ish qilayotganligiga, qanchalik pul topayotganligiga, shirkatning kuchiga asosan mablag' solsak, biz bayram bo'lib ketgan ish mangu bo'lmaydi. Ham shirkatning yaxshi yomonini shunday bir shaklda ayrig'il bo'ldi. Rahmat. Ha, bek yaxshi tushundingiz hamda. Siz hamda bu ishninki ilmini o'qigan bo'lishqa hamda boshqalar qaragan vaqtida qaysining yaxshi, qaysining yomon, qaysi foyda keldi, qaysi ziyon tatqizib bularni ayt yaxshi bilasizda hamda. Nurg'un odamga yo'l ko'rsatishingiz bek yaxshi bo'pti ukam hamda. Alloh razı olsun. Aytman. Men xeyli narsani o'qib qoldim. Xeyli narsani o'qib qoldim. Abiyam tavsiya qiladigan paychek turlari deb bir savol so'ragandim. Bu endi paychekni bu turlarga ayrig'ini bo'lamdi? Siz tavsiya qiladigan yoki sizning tajribalaringizda? Rahmat, Alloh razı olsun. Bu mendan aytib bir to'g'ri savol. Endi nima uchun? Nurg'un odam so'raydi, doktor nima uchun bu virus bo'lib ketsin dunyo? Ya'ni ya'nilar melqi asli kelalabsiz-ku yoki pul topalabsiz-ku degan savol tushdi-chu. Masalanga, virus bo'lib ketgan vaqtda siz pulingizni xashlaysiz? Ya'ni yemek içmek. Evet. Sahiye. Yemek içmek. Asaslık mı şiksa oldu şundan mı? Asaslık şu. Mesela bir kiyimde havasında 3-4 yıl kiyimiz hem de. Çünkü o kiyim degen gibi gündelik yak aylık giydiğen narsa emas. Lekin yemek içmek sahiye degen hem de hazır biz tapkan pulumuzdan köp pulunu yemek içmekке sahiye haşlavatımız. Ne bu ya haşladık deganlik, aşındaq şirketler pul tepatıdı deganlik. Şunaşqa biz sahiye şirketlerge, yemek şirketlerge mablag' salsak, yani
Malkim qisqa mezgilda astola egis pas bo'lgan. Endi bundaq narsa bu yerda. Paytekning bahası çıkıp düşüp turdu. Lekin bunun bir haqiqiy qiymati oldu şirketning uchun. Shunashqa men parlagan vaqtda, ya'ni tanlagan vaqtda bu şirketlarniki men qarindoshlarga haliqi bozordagi qiymati haqiqiy qiymatidan tuvan bo'lgan shirkatlarni tavsiya qilaman. Nima deganlik degan vaqtda azon shirkatlarni tavsiya qilaman. Andan keyin masalan ba'zi qarindoshlar 480 liralık paychekni tavsiya qilamiz doktor degan. Nima uchun men uni tavsiya qildim degan vaqtda paychekning bahasi yuqorida qilgan bilan, lekin shirkatning haqiqiy bahasiga nisbatan bahasi tuvan. Shu vaqtda shirkatning haqiqiy bahasi 700 lira edi. Ya'ni 700 liradan 480 ga tushib ketdi. Demak bu vaqtda bozordagi qiymati haqiqiy qiymatdan tuvan bo'ldi. Shunashqa buni olib qo'ysangiz cho'qim bir 2 oydan keyin haqiqiy qiymatiga chiqadi. Tushundingizmi? Shuningga buni ingliz tilida stock price and intrinsic value deb ataydi. Intrinsic values degani shu shirkatniki bir haqiqiy qiymati edi. Shunashqa demakchi o'g'lim masalan hozir qarindoshlar so'rayapti, voy turk havo yo'llari mablag' satsak bo'lamdi. Xuddi ziyon tatsa qarindoshlar tatidi, meni yanchiqimdan topmaydi. Lekin qarindoshdan ziyon tatib qolmasin deb sanmanglar desam havo yo'llariga mablag' savagan qarindoshlar bor. Siz xiyol qilib boqing. Hozir siz bu uch vaqtingizda bir yerga to'xtab qoldi. Masalan, mehmonxonadaymiz, mulozimatdaymiz, mundaq shirkatlar to'xtab qoldi endi-chu. Masalan, to'xtab qolgan shirkatlar bo'pmam Turkiyani bilamiz, sayohatchilikka tayangan davlatlarning biri, ya'ni sayohat to'xtab qoldi endi hisobda. Undan keyin bu transportation deymiz yoki bo'lmasa shu nima? Şu transportation şu qatnash transport deymiz. Qatnash transport to'xtab qoldi endi hozir bilamiz. Shunashqa mening tavsiya qilgan paychaklarim ya'nilam shu o'zimizning o'zimizga foydali bo'lgan, ya'ni qanday deymiz? Mush insoniyatga foydali bo'lgan biz mablag' solsak o'zimizniki sog'liqqa, o'zimizniki yemak ichimga mablag' solsak, mundaq shirkatlarga mablag' solsak, ya'nilam biz uzun mezgilda qozongan bo'lamiz edi. Shunashqa mening tavsiya qilganim bo'libmi qarindoshlarga mush energiya sohasi, yemak ichmak sohasi, sahiya sohasi, to'mir po'lat sohasi, mashinsozlik sohasi degandek ko'gil bo'ldigan, tutqul bo'ldigan mundaq shirkatlarga mablag' solsa, mushunga mencha yaxshi bo'ldi deb qarayman. Rahmat edi. Rahmat. Yaxshi javob bo'ldi. Endi menga kelgan savollarning ichida buni qandoq boshlaymiz, qandoq olamiz deganga o'xshash savollar bor-da. Men burun endi ba'zi leksiyalaringizda bularni degan bo'lishingiz mumkin endi. Yana bilmaydiganlar uchun, uni anglamaganlar uchun mishan uni qisqacha bir javoplasangiz. Rahmat edi. Endi hozir mende kövatudun, hem de rast etsem özümü aldırış bo'lib qoldim. Aş cevap qaytarmagan qarindoshlarımga kechirim so'rayman. Hem de tünügün bir yig'in açtık, o yig'in içip, mesela özünüz bilsiz, Cuma günü Uyghur Akademiyasining yig'in açtık. O da saat 10-11'de tugidi. Tünügün öğe kech saat 12'de qaytib keldim, bir yig'in qatnashibdim. Bugün ettigen yani bir to'yga berib, to'yda qatnashib, yana yugurib kelib siz bilan men suhbat qilyapman. Endi qarindoshlar deydi, biz aldirash deydi. Lekin ma'lum bir leksiyani anlab qo'ydigan bir qarindoshlar 1 soat vaqtini chiqarammaydi endi, cho'rasiga vaqt. Endi demakchi o'g'lim aldirash degan vaqtda hammamiz aldirash edi. Men shunda aldirash bo'lib qoldim. Shunaqa yana aldirashlik ichiga vaqt chiqarib, endi qarindoshlarimiz uchun, masalan bizning atopimizda 1000 odam bor. 1000 odamdan mayada Kürdistan 100'e yetmedi endi. Hozir 93, helim elhamdülillah 93-94 adam ko'ribdi. Demak endi ilqi nim deymiz? Ilqi bekor degan narsa qimmat bo'lmaydi ekan-chi. Endi buni mayada deb qo'yish. Nim demoqchi siz degan vaqtda qanday deymiz? Mushu qarindoshlarmi ilqi mushularning qimmatiga yetish kerak endi-chi. Qimmatiga yetib, nima qilish kerak? Shuni aldirash olib qaytaramay qoldim. Nurg'ulg'an Amerika, Yevropadan savollar keldi. Biz qanday ayrim shirkatlarni qanday olamiz degandek. Endi bularga bir-birlab javob beramadim rasatqa vaqtda. Chunki ayat guruhida 900 odamning gapiga kunda dushanbadan juma kunigacha javob berib ulgurman ayada. Qarindoshlarning savoliga javob berman. Lekin ayrim uchur qilgan ba'zi qarindoshlarga haqiqatan javob beramadim. Endi buni qanday qilamiz degan vaqtda
Bu her qandaq bir davlatda turayotgan davlatimizda aslida bu paychak elish ancha tas narsa emas amaliyotda. Shu ash turgan davlatlarimizda ilqi broker deydigan yoki bo'lmasa mau Turkiyada nima deyotgan turishcha uni bilmayman, lekin Turkiyada nurg'ulg'an banklar mushiniki vakolatchiligini yapadi endi. Shu masalan deymiz Ziraat Bankası deymiz, Kuvayt Türk deymiz, Garanti Bank deymiz, Yap Kredit deymiz, Vakıf Bank deymiz, bütün banklar bunun vakolatchiligini yapadi. Demak, hamda ba'zi qarindoshlarning qallasida biz bankning mablag' sog'ganda bu qildik ekanmiz. Amaliyotda undaq emas. U banklar faqat bizni bir supa bilan ta'minlaydi, ya'ni bir do'kon bilan ta'minlaydi. Biz do'kon kirgandan keyin qanday paychang sotib olamiz, u o'zimizning ixtiyori. Ash do'konga kirib harom narsani sotib olsangizmi o'zingizning ixtiyori, halol narsani sotib olsangizmi o'zingizning ixtiyori. Demak, hamda har qanday bank bo'lsin, u bir supa. O supa kirgandan keyin andan keyin biz ayadin halol paychaklarni tanlab sotib olsaqlam bo'ladi. Demak, o'g'lim eng oldi bilan qiladigan ish cho'qim bir broker hisobi yoki bo'lmasa shunday bir yatırım, ya'ni turistchi yatırım hisobi yoki bo'lmasa hissa sanadi hisobi deb bir hisob ochilish kerak. U hisob ochilgandan keyin andin aniga elim setishni boshlasa bo'ldi. Endi bu to'g'riliq shu tajalli qarindishimiz bo'lgan suhbatdimi buning tafsilotini bergan. Endi ashuningda shu qarindoshlarimiz shu Husayn Tajalli bo'lgan qarindishimiz bilan bo'lgan suhbatni anglab, aningdan texmo to'g'ri tushunchaga erishwas bo'ladi deb qarayman. Rahmat. Ko'p rahmat endi. Sizning endi qo'shimcha qiladigan nemingiz bormi? Endi qarindoshlardan ma Facebookdan savollar tushganda qilibdi. Ma savollarni ko'rib turyapmiz. Endi ba'zi savollar ustiga chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Shunashqa agar qarindoshlar savol sursa, savollarga javob bersak, bo'lmasa ham asos jihatdan men qildigan tavsiyalarni, berganimlarni berib bo'ldim. Alhamdulillah nihoyat go'zal bo'ldi deb qarayman. Ham 1 soatning ichida kontrol qilaylik deyishgan-ku. Hozirmi 1 soat bo'ldi. Shunashqa endi qarindoshlarning savoli bo'lsa, savollarga javob bersak, andan keyin qog'indiga, andan keyin nima qilsak deb qarayman. Shunashqa men ustidagi savollar chiqib ketdi. Siz aytdik savollarni endi yangicha savollar bo'lsa, siz texam yaxshi bilasiz. Shu yerdan bir savol tanlab o'zingiz 3 savol alayli bo'pti. 3 savolga javob beraylik. Ko'pincha o'xshash savollar bo'lishi mumkin endi. Yig'inchoqlabchi. Ma'lum bir qarindishimiz debdi, shirkatlar qazmilik ishlarni oshkorlash jihati rostchilmi yoki ma'lum boshqarish organini bu nazorat qilib turamdi debdi. Bu nihoyat bir to'g'ri bir savolchi. Bu shirkatlar cho'qim o'zining qazmiligini cho'qim oshkorlash jihatida bek rostchil bo'ldi-chi. Nima uchun degan vaqtda buni shirkat o'zi oshkorlaydi, undan keyin xalqaro bular nazorat qiladigan, masalan, ma'lum national va international deymiz, ya'ni yerlik va xalqaro nazorat qilib turgan organlar, ya'ni auditing deydi. Buni auditing mufattish, ya'ni nazorat qilish emas, mufattish qiladigan shirkatlar bor. Mush mufattish qiladigan shirkatlar bularga qarab chiqib, bu shirkatlar haqiqiy zodi qazmilikni ondan keyin yana bir muhim gap, bularniki birasmiy holatda yılda 4 qatim oshkorlaydi. Demak, har 3 oyda bir qatim oshkorlaydi. Bu cho'qim majburiyat. 3 oyda bir o'zining topgan pulini oshkorlaydi. Lekin yil oxirida rasmiy holatini oshkorlaydi. Yillik, ya'ni buni yillik bilancho yoki bo'lmasa fasllik bilancho deb atsak bo'ldi, yoki bo'lmasa fasllik qazmilik jadvali yoki bo'lmasa yillik qazmilik jadvali deb. Chunki bu fasllik bo'lgan bir rasmiy holatda, ya'ni rasmiy emas, lekin yil oxirisidagisi hammani birlashtirib e'lon qilgani bu rasmiy holatgisi bo'ladi. Bularni mufattish qilib turgan dunyodagi nurg'ulg'an mufattish shirkatlari bor. Shunashqa bularda asos jihatdan bular rostchil holatda bo'lgan bo'ladi. Bu ishonsak bo'ladi endi uning. Ishonsak bo'ladi. Yana boshqa savollarga qarab boqaylik. Siz paychak savdosi. Bir qarinchimiz debdi, siz paychak savdosini o'zining muqim kirim manbasi qilib olish to'g'rimi? Buni qanday qaraysiz debdi. Yaxshi savolkan. Yaxshi savolkan. Endi bundaq bir gap borchi, ada. Endi hozir bütün savdogarlar deymiz,
mesela Xitoy bilan savdo qilib turgan nurg'un savdogarlarimiz batdi. U savdogarlarning asos jihatdan savdolari o'ldi, O'rta Osiyoda o'ldi misolangacha. Hamda bilasiz ham import eksportga bu virusning qanchalik ta'sir qilganligini hammamiz bilib yetalaymiz hamda-ku. Shunashqa mushundaq bir sharoitda hamda hozir hamda sizning xizmatingiz va mening xizmatim bor misolanga hamda bizning asosliq xizmatimiz ma'rifchi hamda ma'rif sifatimiz bilan mush ma'rif sohasida xizmat qilyapmiz. Bizning muqim qilgan maoshimiz bor. Hamda biz bu bizga nisbatan bu narsa qo'shimcha bo'lgan bo'ladi hamda-ku. Chunki masalan Amerika Yevropalarda asos jihatdan bu Yevropaliklar mushundaq shirkatlarga mablag' soladi. Lekin hamda taraqqiy qilayotgan yoki bo'lmasa pul muomalasi yangi bo'lgan davlatlar asos jihatdan buni asos tushunolmagachga asos jihatdan kirib ketmaydi bu sohaga. Hamda demakchi o'g'lim biz buni cho'qim hamda buningda bir nima deymiz hozircha ish topolmagan hech qanday ish fursati bo'lmagan qarindoshlar hamda kunda masalan shirkatlarni elib setib qilsa bo'ladi deb qarayman. Lekin cho'qim sizdak bizdak ishlayotgan odamlar biz buni asosiy kirim manbasi qilsak bo'lmaydi. Bizga nisbatan masalan sizning bilsangiz amaklik maoshida qo'yamiz yoki bo'lmasa pensiya maoshida qo'yamiz uyg'ur tilida. Shuning uchun yoki bo'lmasa bolalarimizning ma'rifi uchun ya'ni uzoq muddatlik bir narsani ko'zlasak yaxshi bo'ladi deb qarayman. Lekin endi boshqa chiqish yo'l topamasa, boshqa qiladigan hech qanday ish bo'lmasa, ham buni hozircha asos jihatdan nima qilib tursa deb qarayman. Bo'ldi. Shunday deb qarayman. Maqsadimiz shu endi yurtdoshlarga yordamchi bo'lish, chunki iqtisodiy jihatdan qiyin ahvolda qolgan yurtdoshlar bor. Bir shirkatning uchun nurg'un mablag' ketadi, endi bu yerlarga oson azroq o'zining qo'lda bor narsani biroz domiltib yo'qotib edishniki bir yaxshi usul ekan. Shunga buni bu yerda bu haqda ma'lumot endi tugay deganda yuzini eshib ketdi. Qarag'anda nimamizni qizib ketgan o'xshaydi. Men ikki savol qopdi, ikki savolga javob berib o'tib, undan keyin oxirlashtirib qarayman. Birinchi endi bu islom uyg'un paychaklarni olib bergan organlarning ishonchlik darajasi qanchalik doktor debdi. Demak, bu bir to'g'ri bir savol endi-ku. Chunki bu organlar, masalan, ma'u baytin men ta'kidlayman deb bir narsani unutib qolibman. Dunyoda umumlashgan universal butun dunyo qo'llanadigan bir qurol yo'q endi-ku. Hamma organlarning o'ziga nisbatan bir metodologiya 80-90% metodologiyasi o'xshab ketadi. Men ba'zan deb bergan sonliq va sifatdagi metodologiyasidan 80% o'xshab ketadi. Lekin ya'ni 120% davlatlararo, masalan, ba'zi davlatlarning mazhab o'xshamaydi misolanga yoki bo'lmasa ba'zi davlatlarniki odati yoki madaniyati yoki kulturi o'xshamaydi degandek, ashtaga asosan hamda masalan Malayziyaniki hamda bir savol. Men bir akademik bo'lish sifatim bilan Malayziyaning bakrak yaxshimi, Turkiyaning bakrak yaxshimi bu o'rganida vaqtda Turkiyaning bakrak yaxshi. Nima uchun? Degan vaqtda Malayziyada 1000 ga yaqin mushqi bazarsizlagan şirketler var. Bularniki %85%, yani 800-900 şirketini bular halal deb qaraydi. Lekin Türkiye'de 400-500 şirket bulsa, aran bir 50 şirketini, yani %10'ni halal deb qaraydi. Demek hem de mavi Türk musulmanlarımı hem de biz muhalga halal haramını bekrek arıp nımqalıqımız için hem de mavi Türkiye'deki organlarındaki işençlik derecesi başqa davlatlarga qaraganda yaxshiroq deb qarayman. Men shaxsan shunda deb qarayman. Shunaqa demoqchi bo'lganim asos jihatdan ishonchlik, lekin har bir davlatda shuni olib bergan nurg'unlagan organlar bo'ldi. Masalan, dunyoning qaysi degan vaqtda Dow Jones deydigan bir indeks bor. Bu bir texnik bo'lib ketdi. Dow Jones Islamic Index. MSCI Islamic Index misalən deydigan nurg'ulgan dunyoda shu indeks paylarniki halal haram ko'rsatib bergan nurg'ulgan shirkatlar bor. Organlar bor. Endi mush organlarniki ko'rsatma bo'yicha asos jihatdan bo'ladi deb qarayman. Men bu savolga shunchalik javob bersam, lekin organlarniki ishonchlik darajasi degan vaqtda masalan Pokistonning o'xshamaydi, Malayziyaning o'xshamaydi, Turkiyaning o'xshamaydi, lekin asos jihatdan
70-80% jihatda asos jihatdan o'xshaydi. Bu savolga shunchalik javob bersam, andan keyin bir qarindishimiz bek muhim bir savolni so'rabdi. Ya'ni bu Shakir akamiz ekan, Amerikada turdi deyman. Ya'ni option deydigan bir narsa borchu. Baytidan men shu paychaklarni aragan vaqtimda shariat to'g'ri bo'lmagan moliya turlari bilan shug'ullanish deb bir narsani o'tirib qo'ygandim. Shu option degan ama şeriat to'g'ri bo'lmagan moliya usullari bilan shug'ullanishga tushib qoladi-ku. Option degan nima degan gap degan vaqtda siz bir xil gamblingdek yoki qimordek bir shakl hamdi bu. Bu opsionni tushuntirish uchun yana nurg'ulg'an bir narsa kitidi hamdi-ku. Texniklik bir narsalar. Hatta men bu to'g'riliq İngilizce kitap mı yazdım? Derivatif deydigan. Bu derivatif deydigan bir sohaga tushdi. Hatta bunun da mening kitabım mı var? Ama şu option'ın nima ekanligini tushuntirganchi. İngilizce kitabım var. Endi demakchi, hozirgi islom olimlari shu opsiyonlar. Opsiyon deganimiz qimor shaklida. Siz tushsimi foydasiz, chiqsimi foydali siz bir xil qimor shaklida o'ynab bozorni monopol qilguvchilar bor. Shunashqa opsiyon degan shu bu sohada. Opsiyon degan ixtiyorlik degan gap hamda-ku. Sizning ixtiyoringiz. Bu rasmiy texniklik bir masala. Hatto akademiklarni tushunmaydigan bir shakli bir moliyaning bu. Lekin men endi buning to'g'richiq to'xtalmay, lekin beradigan javobim bu opsiyon shakllariga opsiyon shakllari kirqasa qandoq bo'lmaydi degan vaqtda 2-3 yilning oldida yoki 3-4 yilning oldida dollarga, oltinga mablag' silib bayron bo'lib ketgan qarindoshlarimizning kuniga qolamiz-ku. Shunashqa mening demoqchig'im bu opsiyon deganga kirmagan yaxshi deb siz tavsiya qilmaysiz. Yo'q, menlar emas, hatto Istanbul muomilasimi buningga mablag' silishga qarshi turdi. Rahmat. Undaq bo'lsa savollarimiz tugadi-ku, savollarga berilgan javobni tugadi, vaqtni birga berib qoldi. Qolgan qarindoshlar shu meni qitib qo'ysanglar Telegramda bo'lga debdi. Bu qarindoshlarni qitib qo'yamiz keyincha. Ondan keyin boshqa qarindishimiz paper money bormi degan bir savolni so'rabdi. Bu bir suhbatimizga baliq bor. Buni money market deydi hamda. Qolganni nima qilamiz? Qashqa qilamiz. Hamisha oxirlashtirsak deyman-da. Nima bir soatning ichida nima qildik? Andan keyin bundan keyin ya'ni programmalar bo'lsa, doim buyursa yana qilamiz. Ko'p rahmat. Nayt aldash kelingizini bilaman. Endi vaqt ajratib ishlayapti o da bizning bu programmaga qaytardingiz. Nayt yaxshi ma'lumotlarni berdingiz, nayt yaxshi uchurlarni berdingiz. Bizning xalqimizga manfaatli yaxshi temalar bo'ldi deb o'ylayman. Ko'p rahmat. Bugun bu to'pga qaytilganlarga, bu bizni ko'rganlarga ko'p rahmat aytaman. Endi kelar hafta yana yakshanba kuni o'xshash vaqtda ko'zinglar qulinglar bizda bo'lsin. Akademiya suhbatlari davom qiladi. Buguncha endi Allohga omonat. Xo'sh, Allohga omonat qarindoshlarni xo'sh. Kelar hafta ko'rishamiz. Xo'sh.